Assalomu alaykum. Azaka to'pa, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Xonadonlaringiz tinchmi? Men bor uzr kech bo'lganda bezovta qolmam. Bir haftadan beri ana yozaman, mana yozaman deb, to'g'risi ishlarim ko'payib ketib, bolam tish chiqib o'shanga injuvlanib, hech qo'lim tegmadi. Men hafta payshanba, payshanba kuni edi. Osteopatiyaga boruvdim sizga. Esingizda bormi, yo'qmi bilmayman. Onamlar bilan boruvdim. Onam bolamni olib ko'chada yuruvdilar. Meni uxlatib chiqib ketibsiz. Osteopatiyadan kelgan. Uxlab qolman. Oyim ko'chada kutib o'tiruvdilar, esingizda bo'lsa. O'sha qizga kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Hech qachon shu odamlarga yaxshilik qilib, charchamay. To'g'risi bunaqa rezultat bo'ladi deb o'ylamadim. Ishonmadim demayman, ishonmasam bormas edim. O'ylamadim, bunaqa tez ta'sir qiladi deb. Kattakon rahmat Nazoka to'pa. To'g'risi o'sha 3 oydan beri, почти, грубо говоря, 3 oy deb avraylik, 3 oydan beri, 3-4 oydan beri uyqingiz